shu mana chaynaklar bor, choy ichadigan. Chaynaklarning uchi mana sopoldan bo'lgan chaynaklar. Uchida bundoq tunkadan qiladi. Sababi u sinib ketgan, tunkadan nima bo'ladi? Uni chegachi deyiladi. Chegachilar kelib mahallada aylanib yurardi. Men chegachiman. Kimni idishlari bo'lsa olib chiqsin, hali choynaklar bo'lsa. Bundoq nima qilib beraman derdi, yasab beraman uchiga. Bundan olib qo'yadi, haligini ishladi. Endi hozir unaqa narsalar idishlar mashalloh olib ketdik. Endi hamma yoqda idishlar. Idish ustiga idish bo'lib ketdi. Bu ne'mat, ota-bobolarimiz qilgan duolari. O'sha ilgari paytda kelar ekan chegachi kelib. Men chegachiman. Kimni idish singan bo'lsa yoki bir nima qilgan bo'lsa olib chiqsin, dars ketgan bo'lsa desa, kimdir haligi bundoq derazasi ko'chaga ochilgan bo'ladi-ku. Ey, ovozingni o'chir derkan. Nima desa, bo'ldi, bizda unaqa singan idish yo'q derkanda. Keyin u aytar ekan, chegachi aytar ekanki, olib chiqavering dars ketgan bo'lsa ham, keyingi safargacha yo chegachi o'lib qolar yoki idishingiz sinib qolar dergan. Foydalanib qoling derganda. Ya'ni bu suhbatlarda o'tirilgan paytda chegachilardan foydalanib qolish kerak. Ahli ilm kelgan paytda foydalanib qolish kerak. Keyingi safarga desangiz yo chegachi yoki chegachiga ishqiboz bo'lganlar bittasi yo'q qolishi mumkin. Bu yurganimiz, turganimiz bu hammasi ne'mat ekanda. Buni ya'ni shukrini ado qilishimiz lozim bo'lar ekanda. Xo'p, nima ikki og'iz dasturxonning haqqini ado qilib qo'ysam bo'ladimi? Savollaringiz bo'lsa, bir savolga qarab ana qilamiz. Bir erkin savol javob qilamiz. Kimnidir nimadir savoli bo'lsa, kimnidir bir so'raydigan narsasi bo'lsa, uni ham nima qilamiz? Men ikki og'iz bir nima qilib beray. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulihi Muhammadinil amin va ala alihi va ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli qadrdon, elimizni, yurtimizni, vatanimizni sharafi bo'lgan aziz mo'tabar mehmonlar, bugun juda ham bir muborak payshanba oqshomida turibmiz. Ya'ni chorshanbadan payshanbaga o'tar kechasini, ya'ni bu kecha avval keladi-da, mana bu payshanbaning oqshomi. Payshanbaning oqshomida siz azizlar bilan shahrimizni muhtasham, go'zal mana shunday tamadduxonalardan biri Danar evida hamdidor bo'lib turibmiz. Bu yerda bizni go'zal ukalarimiz bugun sharafli dasturxon yozib, hech bir boshqa narsa yo'q. Yaqinlar, ko'nglimiz, qalbimiz mehrobiga yaqin bo'lgan eng go'zal bir qadrdonlarimizni, shu yurtning azamatlari, shu yurtning odillari, shu yurtning xotamlarini, shu yurtning jamshidlarini, shu yurtning eng buyuk bir karim kishilarini to'plasam, shunda Habib dasturxon bo'ladi deb chiroyli bir holatlarda mana Sherali ukamiz ham shet deganlar. Mana shunday go'zal bir anjumanda mirzolik suhbatlar bo'lyapti. Alloh taboraka va taolo demakki dillarni murodiga yetkazadigan doim dil murodlik, fayzlik suhbatlar, haqiqiy bizni bu maqsadlarimizni izzat gultojiga yetkazadigan sharafli suhbatlar bo'lishligini Alloh taboraka va taolo barchalarimizga musharraf aylasin. Alloh taolo o'zini muborak kalomi Qur'oni Karimda A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qad ja'akum minallohi nurun va kitabun mubin. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. الله تعالى مبارك كلامه ilohiyot dorixonalarni rahmat, shifo, ko'ngillarga malham bo'ladigan oyatlarda Alloh aytadi. Bekor tan olishimiz kerak, bizga Qur'oni Karimdan
Qur'oni Karimga amal qilmasak, Qur'oni Karimdan qochadigan bo'lsak, baxt saodat yo'q. Bizni hammamizni ilohiy muhabbatni ziyoda qiladigan, hayotimiz dasturini xayru baraka yo'llarga boshlaydigan, xonadoningizda, ishingizda, oilangizda, do'st yorlaringiz orasida qilayotgan kasb-koringizdagi barakalarni eng katta yo'l boshchisi nima bu? Qur'oni Karim. Kim Qur'onga do'st bo'lsa, bilsinki, Qur'on o'qisa, Qur'on eshitsa, bilsinki, albatta Alloh haq subhanahu va taolo unga so'zlayapti. Imom Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayhi Alloh taboraka va taoloning tushlarida ko'rib, Allohga aytgan ekanlar: "Ya Robbi, bandalaring qaysi yo'lni tutsa, senga tezroq muhabbatingga oshno bo'ladi. Nima qilsa-yu tezroq yetishadi desa, kalami" dedi. Mana kalomim. Ya'ni mani Qur'onim, mani kalomim yaxshi ko'rganlar, uni tilovat qilganlar, uni anglaganlar, unga amal qilganlar mani muhabbatimga tezroq yetadi dedi. Ana shu oyatlardan birida hozirgi muborak oyatda Alloh taolo aytadiki, astagfirullah, ey Rasul alayhissalom, ey Habibim, ummatlaringizga ayting, Parvardigorlari tarafidan ularga eng muborak nur va oyatlari ochiq oydin bayon qilingan muborak kitobni Alloh taboraka va taolo ularga nozil qildi. Qarang, ya'ni bizni ichida g'illig'ashi bo'lmagan, boshi-yu, o'rtasi-yu, oxiri-yu nur bo'lgan, o'qisangiz yuzingizga nur, qalbingizga nur, xonadoningizga nur, hatto ko'chada bilsangiz, osmonga qarasangiz yulduzlar charaq-charaq, oy butun, havo ochiq bo'lib tursa, qanaqa bo'ladi? Masalan, kunduzlar havo ochiq, yoki kechqurun qarasangiz osmon moviy, chiroyli, go'zal, yoki kechqurun yulduzlar charaqlab turibdi. Qanaqa qalbingiz munavvar topadi? Aynan qaysi bir fazilatli banda Alloh taboraka va taoloning kalomini yaxshi ko'rsa, unga muhabbat qilsa, istoat qadar amal qilaman deb harakat qiladigan bo'lsa, go'yoki bizga osmondagi yulduzlar qanday ko'rinib turadigan bo'lsa, Allohning kalomi o'qilib turgan Qur'on oyatlari, muattar hidlari kelib turgan xonadon ham, o'sha inson ham, o'sha oila ham, o'sha do'styorlarni suhbatlaridagi Qur'oni Karim mavzusida bo'ladigan, haqiqiy hikmatli durdonalar mavzusida bo'ladigan, odob axloqlar qovurilgan mavzuda bo'ladigan, insonni xayrga, izgulikka, yaxshilikka chorlovchi suhbatlar ham Alloh haq subhanahu va taoloning rahmat farishtalariga bizga osmon yulduzlari ko'ringandek o'sha joydan nur chiqib turar ekan. Alloh aytar ekan, o'zi bilib turibdi, bandalarim nima qilishyapti? Ya Robbi, seni kalomingni tilovat qilishyapti. Nima qilishyapti? Uni ma'nolarini o'rgan. Nima qilishyapti? Janob Rasulingning suhbatlaridan, u kishining meroslari bo'lmish hadis muboraklaridan, ulug'larni ko'prik ustida issiq sovuqdan o'tkazgan hikmat durdonalaridan bir-birlari bilan shu o'tirishlari dunyo oxiratga foydali bo'lishlik uchun suhbatlar qilib o'tirishibdi. Alloh taolo aytargan: "Ey maloikalarim, ey farishtalarim, sizlar guvoh bo'linglar. Bu bandalarim meni ko'rganmi? Yo'q. Meni ko'rgan bo'lganda nima qilardi? Xo'p, bu ko'rmasdan turib shu qadarmi? Bular nimani so'rayapti? Jannatni so'rayapti. Jannatni ko'rganmi? Yo'q. Jannatni ko'rganda nima qilardi? Bundan ham muhabbatlari ziyoda bo'lib ketardi. Nimadan panoh so'rashadi? Do'zaxdan. Do'zaxni ko'rganmi? Yo'q. Ko'rganlarda nima qilishardi? Bundan ham qattiqroq senga bo'lgan ixloslari, samimiyatlari ziyoda bo'lib, yanada qattiqroq panoh so'rashgan bo'lardi. Ey maloikalarim, guvoh bo'linglar. Bu jamoada o'tirgan jamiki bandalarimni gunohlarini men kechirdim. Mag'firat qildim. Shunda ertagi holatni bilib turgan Allohning rahmat farishtalari bor-ku. Ya Robbi, oralarida bu suhbat uchun emas, boshqa maqsadda kelganlari ham bor. Ya'ni boshqa niyatda o'tirganlari bor. Balki ayg'oqchidir, balki bir chaqimchidir, balki boshqa maqsadda shu odamning ko'ziga ko'rinsam bir ishim bitib qolar deb o'tirganlari bordir. Boshqa niyat, balki pochtalyonni bilib bo'lmaydi nima maqsadini. Boshqa maqsad egalari ham bor-ku deganda Alloh taolo aytadigan: "Fa bi'izzati va jalali", meni azizligim, ulug'ligim bilan qasam ichib aytamanki, fala ubali, menga farqi yo'q. Meni zikrimda, meni eslab, rasulimni eslab,
muhabbatlashib, ixlos bilan meni kalomimni ilm qilib o'rganib, iymonlashib o'tirgan bu bandalarimni sharofatidan o'sha boshqa maqsad egasini ham barcha gunohlarini mag'firat qildim dergan Alloh taolo. Shunday bir muborak bir nima desa bo'ladi? Tungi bir chiroq munavvar bo'lib turgan daqiqalarda sizlar bilan didorlashib turibmiz. Alloh shuning uchun Qur'onda aytadiki, Parvardigoringiz sizlarga eng ulug' ne'matni berdi. U nima desa, bandaga berilgan eng ulug' ummatni eng yaxshisiga berilgan narsa do'sti, haqiqiy do'stligi nimada ekan desa, yordam so'radingiz, yordam bera olmadi. Do'stmas ekansan deyilmaydi. Balki u imkoni yo'qdir. Lekin do'st nimaga o'xshaydi desa, ko'z bilan qo'lga o'xshaydi. Ko'zingiz og'risa birinchi yordamga nima keladi? Qo'lingiz keladi. Qo'lingiz og'risa birinchi yig'laydigan nima? Ko'zingiz. Do'stlar shunaqa bo'ladi, lekin do'stlarning ichida haqiqiysi, ey birodar, haromdan to'xta. Ey birodar, birovni haqqini yema. Ey birodar, g'iybat ig'vo qilma. Ey birodar, birovni diliga ozor berma. Ey birodar, zulm qilma, yolg'on gapirma. Demakki, omonatdor bo'l. Oxiratni unutma, ibodatingga beparvo bo'lma, ota-onangning xizmatida bardavom bo'l, qavmi qarindoshlarini siylay rahmini to'xtatma, bir-biriga neklikni, yaxshilikni eslatadigan bo'lsa, bir-birini ko'rganda, mana shu do'stimni ko'rsam men boshqacha bir holga tushib qolamanda, bir yangilanaman, yana ham bir Allohga bo'lgan, rasuliga bo'lgan muhabbatim oshadi, sajdaga bo'lgan muhabbatim oshadi deydigan bo'lsa, haqiqiy do'st mana shu. To'g'ri. Yemoq bor, ichmoq bor, didorlash bor, safar bor, bir-birimizga yelkadosh bo'lamiz. Bu zo'r, lekin shularning ichida eng ulug'i o'tirganingizda sizga o'zingizni, o'zligingizni, kimligingizni, inson o'zini kimligini tanisa Allohni taniydi. Men kimman? Men bandaman. Qanaqa bandaman? Aziz insonman, Robbimning bandasiman. Demakki, o'zini kimligini, o'zidagi ne'matlarni ko'pligini bilgan odam albatta Robbisini taniydi. Man arafa nafsahu arafa robbi. O'zini tanigan odam Allohni albatta taniydi. Bu nima degani? O'zimizdagi ne'matlarni o'lib ko'proq shikoyat qilib qo'yar ekanmiz-da. Mana shikoyatdan ehtiyot bo'lish kerak. O'zimizda mana berilgan ne'matlarni daftarga yozing. Nima ne'matlar berilgan? Endi sizdan olib qo'yilgan narsalar bor. Bitta ikkita. Sanasangiz sanoqli chiqadi-da, 3 ta, 4 ta, 5 ta chiqadi-da. Lekin berilgan bizga ne'matlarni turini, xilini, rangini aytib yozib tugata olmaysiz-da. Rozi bo'lish kerak-da. Lekin o'sha aslida olib qo'yildi degan narsa ham bor-ku, bizga berilgani u. Nimaga? Mana narsamidi-ku? Yo'q, biz qorovul edik, qarab turdik xolos. Mana shu joy qorovul, vaqtinchalik qarab turib, sizdan kimdir yana oladi. Navbat ketadi, bu ilohiy qoida. Lekin olib qo'yildi degani aslida sizga berildi degan nimasi berildi? O'sha orqali katta balo ofatlar daf qilindi. O'sha orqali yuzi, niyati buzuq odamlarni Alloh taolo sizga ko'rsatib qo'ydi. O'sha orqali oxiratingizga foydali bo'lgandirki, Alloh uni olib qo'ydi. O'sha orqali sizga tikilgan balolar, musibatlar shuni olib qo'yishlik bilan uncha-muncha atrofingizdan pul bilan yo'q qilib bo'lmaydigan kishilarni shu bilan ular yo'q qoladi o'zi. Mana narsalar mahrum bo'ldi. Bu odamdan uzoqroq turishimiz kerak. Yo'qsa biz ham to'laymiz deydi. Atrofingiz tozalanib qoladi Allohning fazli bilan. Yangi do'stlar, yangi muhabbat ahillar, yangi insonlar keladi. Shuning uchun mana shu jamoada o'tirganda men bitta narsani aytaman, bir qadrdon sifatida hech qachon unutmang. Umr juda qisqa. Juda gina gudurat qilishga arzimaydi. Nima ish bo'layotgan bo'lsa, qum zarrasi borki Allohning huzurida ma'lum. Daraxti borki izni Allohning huzurida ma'lum. Qachon tushishligi, qachon demakki qimirlashligi hammasi ma'lum. Bitta narsaki, o'tgangi hayotni eslab ana qilavermaslik kerak. Unga arzimaydi. O'tgan narsa o'tgan ketdi. Kimlardir hayotingizdan chiqib ketsa xafa bo'lmang, xursand bo'ling. Undan ko'ra muhabbatliroq, undan ko'ra neklikroq, undan ko'ra go'zalroq bandani sizga Alloh olib kirmoqchiki, uni olib chiqib ketdi. Sababi o'zingiz so'radingizda, Robbim meni atrofimni go'zal insonlar bilan meni xursand qilgin, sururli, huzurli, haqiqiy sodiq do'stlarni bergin dedingiz. Demakki, o'sha siz uchun kelajakda nomuvofiqdirki, noxushdirki, Alloh uni olib chiqib ketdi. Demakki, shunga nima qilish kerak? G'iybatdan, ig'vodan, muhokamadan inson o'zini ehtiyot qilaydi. Bu hammasi chirkin narsalarda. Chirkin narsalar insonga yopishganda sovullab yursangiz qancha kir tushadi. Ya'ni bizni ham hayotimizdan barakani, rizqimizni, oilamizni, ofiyatimizni, saodatimizni badnom qiladigan narsalar shular. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom duo qilganlarda, ey Robbim, qadarlarimizni xushbo'yini bergin. Bizni taqdirimizga rozimiz, lekin taqdirimizni eng go'zal xushbo'yini bizlarga muvaffaq aylagin.
rizqimizni oxiri eng kenglikka boradiganini bergan. Parvardigor bizga keladigan xabarlar, xush xabarlarni oxiri baxt saodatga olib boradiganini bergin deb payg'ambar alayhisalom duo qilardilar. Demak, biz ham hamma narsada Allohdan maxfi narsani o'zi yo'q. Allohdan maxfi narsani o'zi. Ya'lamu xoinatal a'yun ma tukhfi. Qaysi ko'z xiyonat qiladi Alloh biladi. Qalblarda nima bekitib turimiz uni biladi. Shuning uchun haligi Qur'oni Karimda aytilgan narsa, Alloh biz Qur'onni sizlarga nur qildik deyapti. Bu Qur'on nima qiladi desa, kimni hidoyat qiladi? U tokchada turgan bilan hidoyat bo'lmaydi. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridvanahu subhanahu. Kim Allohning roziligiga qaysi qalblar bog'langan bo'lsa, o'sha qalblarni Qur'on hidoyat qiladi. Ya'ni qaysi qalbki Allohning kalomiga muhabbat qilyapsan, bir qadam tashlaysizmi to'g'ri yo'lga, demak o'shani hidoyat qiladi. Va bu Qur'on zulumotdan, yomonliklardan nur yo'liga chiqaruvchi kitobdir. Va bu Qur'on eng to'g'ri baxt saodatni, eng to'g'ri hidoyatini beradigan bu Qur'oni Karimdir. Shuning uchun sizlarga meni aytadigan jihatim, niyatni yangilab turinglar. Niyat, hamma o'tirishinglar, Parvardigor shu ishimdan sen rozi bo'lsang bo'ldi. Shu do'stim bilan ko'rishligimdan sen rozi bo'lsang bo'ldi. Shu do'stimga xizmat qilishligidan sen rozi bo'lsang bo'ldi. Shu subhanallohni aytayapman, sen rozi bo'lsang bo'ldi. Bekonam befoyda so'zlarni ham gapirasiz, hayotingiz o'tadi. 24/7. Lekin o'shaning o'rniga bir marta astag'firulloh deng, bir marta subhanalloh deng, bir marta alhamdulillah deng. Shikoyatni emas, shukrni ko'paytiring. Bilingki, shukri ko'paygan odamning hayotida ziyodalik ko'payadi. Mana qaysi odamni olib ko'ring hayotingizda, o'zingiz bunda ko'zingizdan, qalbingiz kamerasidan radaringizga qo'yib ko'ring. Qaysi odamning hayotida noligan, shu odamni ko'ringda 1-2 bo'lmaydi. Doim ko'rsangiz, qachon qarasangiz xori abgor bo'lib yurgan. Qaysi odamni ko'rsangiz minnatdor, shukr qilgan, doim taqdiriga qanoat qilgan, rozi bo'lgan, niyati go'zal, sabrli, ofiyatli odamni ko'rasiz. O'sha odamning hayotida yaxshilik bor, baraka bor. U katta raqamli topmas, ozgina topar, lekin shukrli bo'lgani uchun, qalbi qanoatli bo'lgani uchun Alloh unga go'zal hayotni berib qo'ygan. Ana Qur'onda Xudo aytadiki, "Man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min." Qaysi bir erkak bo'ladimi, ayol bo'ladimi, mu'min holatda yaxshi savobli ishlarga musobaqa qilib, savobli ishlarni amalga oshirar ekan, unga biz dunyoni o'zida falanuhyannahu hayatan toy. Alloh aytayapti. Buni Toshkent oqshomida emas, xalq so'zida emas, shoirni she'ri emas, bir adibning so'zi emas yoki bir hakim kishining so'zi emas, payg'ambarning so'zi emas. Alloh muborak kalomda va'da qilyapti. Nima deb? Kim yaxshi savobli ishlarga o'tsa, harom harishdan, g'iybat ig'vodan, dil ozorliklardan to'xtasa, unga biz hamma havas qiladigan toyyiba, go'zal hayot berib qo'yamiz. Alloh aytayapti. Va man a'rada an zikri, ey Rasululloh ayting, ey Habibim, erkatoyim ayting, kim bizni zikrimizdan, bizni ibodatimizdan, halol pokiza yo'llarimizdan, to'g'ri muhabbatimizga olib boradigan yo'llardan yuz o'girsa, ya bu yo'l meni yo'lim emas, men hali ibodat qilmayman, hali menga bor deb, men zikr qilmayman, men to'g'ri yo'lda bo'lmayman, hozir yo'qchiligim faqat harom harij o'ynab qolishim kerak deb, harom harij yo'lga zikrdan yuz o'girsa, unga dunyoni o'zida xorlik hayot beramiz. Butun dunyo podsholari to'planib, uni hayotini o'nglay olmaydi va oxiratda uni ko'r qilib tiriltiramiz. Banda so'rar ekan, Robbim nimaga meni ko'r qilib tiriltirding? Kazalika atatka ayatuna fanasitaha va kazalika al-yawma tunsa. Senga biz oyatlar, ulamolar yubordik, payg'ambarlar yubordik, kitob nozil qildik. To'g'ri yo'l nima, yomon yo'l nima, savob nima, gunoh nima, kibr nima, kamtarlik nima, halollik nima, harom nima, zalolat nima, hidoyat nima, zulumot nima, nur nima. Demak ki to'g'rilik nima, lom alifdek igrilik nima, hammasini senga o'rgatdik. Qulog'ingga, qalb qulog'ingga yetib bordi. Lekin sen bizni oyatlarimizni minsimading, amal qilmading. Shuning uchun biz oyatlarimizni ko'r-ko'rona unutganingdek seni ham qiyomatda ko'r qilib tiriltirdik derkan. Alloh bundan panoh bersin. Umr juda qisqa. Bundoq qarasangiz, kecha mol kuni biz o'zimiz ham bir bola edi, 7 yoshda. Mana hozir 50 ga kirdik. Bir pasda bir yumalab katta bo'lib qolar ekansiz. Orqaga qaraganda uyaladigan ish bo'lmaslik kerak. Inson bir-biridan rozi bo'lib, lekin eng asosiysi niyat bilan birgalashib, umidni uzmaslik. Dunyoni to'ldirib gunoh qilmaysizmi? Lekin Alloh taboraka va taologa yig'lab bir marta
Ya Robbi, ya Robbi, ya Alloh degan bandani Alloh quruq qo'ymaydi. Mag'firat bor ekan, avf qilish bor ekan. Mag'firat so'rasangiz, Allohim meni kechirgin, mag'firat qilgin desangiz, kechirilar ekan, lekin doskada turar ekan. Jaydari tilda aytganda, doskada turar ekan. Lekin payg'ambarimiz aytadilar, kim afu so'rasa, avf qilish kim yaxshi ko'radi? Alloh yaxshi ko'radi. Avf qilish kim so'rasa Alloh, Allohumma innaka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni. Payg'ambarimiz ko'p duo, ey Robbim, sen kechiruvchisan, avf qiluvchisan, avf qilishni yaxshi ko'rasan, bizni kechirgin deb kim duo qiladigan bo'lsa, hattoki tagidagi o'sha lavhda doskada ham qolmas ekan. Umuman keyin hali belani ochilsa bekor tashab qo'yishadi-ku bizda, ha? Qayerdadir olib qo'yiladi, vaqt soat kelganda shuna ko'tarilganda, palon yil manaqa ham bo'lgan ekan deb chiqadi. Allohning go'zalligini qarang, bandasi uni rizqini yeydi, uni dunyosida yashaydi, uni osmonida yashaydi, bola chaqa qiladi, uni rahmati, uni fazli bilan hamma ne'matlarga erishadi. Yana o'shani ulug'ligida bilib turib, o'sha joyda bilib bilmasdan gunoh qiladi. Alloh taolodan afu so'rasa, Alloh taolo tagi bilan o'sha gunohlarni o'chirib tashlar ekan. Shuning uchun biz albatta, men hozir ba'zi bir jarayonlarni ko'ryapman. Men umumiy jihatda emas, men to'g'ri ma'noda quyidagi gapimni tushunishingni so'radim. Mana biznes tradinglar bo'lyapti. Yoki psixologlar ayollarni to'plab suhbatlar bo'lyapti. Yoki tijoratchilarning biznes yaxshi, lekin ummat, eng katta ummatni mana shu narsalar ovora qilib qo'yapti. Agar har bitta odam o'zini qadriyatini, diyonatini, dinini, Qur'onini, islomini, bu ulamolarimiz yozib ketgan kitoblarni, uyi javonida turgan kitoblarni oddiy bitta ahli ilm bilan suhbatda bo'lib tursangiz, unaqa tradinglar kerak emas. U narsalar boshqa narsaga e'tiqod qilib, o'sha narsani qilsamgina rizqim kuchayadi degan narsani qilib qo'yapti. Allohga bog'lanishdan ko'ra bandaga bog'lanish, banda dedim, pand yedim, Alloh dedim. Bu narsalar bitta insonga bog'liq bo'lib qolyapti bu narsalar. Bu ketishlar to'g'ri. Ilm u kerak, najot bu. Har bitta odam har kuni ustida ishlash kerak, lekin eng asosiysi o'zini oldida turgan ne'mat, dinini yaxshi bilgan odam hammasi o'zi bayon qilingan. O'zi o'sha o'rgansangiz sizni dunyoda ham, oxiratda ham aziz qiladigan narsa ilm. O'zingiz alohida u trading bo'lish shart emas. O'shanda qatnasha olmagan odam, puli yo'q odam endi qatnasha olmasa, unaqa emas. O'zingiz oilangizda shuncha bobolarimiz, ajdodlarimiz tarix zarvaraqlariga oltin harflar bilan nodir ismlari bitilgan ne allomalarni hayotiga qarasangiz, ularda unaqa bir trading degan narsa bo'lmagan. Ularda bir alohida bir kursda o'qish degan narsa bo'lmagan, pullik. Albatta o'zlari ustilarda ishlab, likulli mushtahidin nasib, ota-bobolarimiz nasihatlari bilan o'sha kitoblarni o'qib, Ahmad Yassavidan, Sufi Alloh yordan, ulamolarimizning chiroyli pandu nasihatlaridan, payg'ambar alayhisolamning durdona hadislardan, oyatlarni tafsirlardan o'qib, bilib, o'rganib juda katta darajalarni topishgan. Topsa bo'ladi. Lekin men demoqchi bo'lgan narsam, uni men nima desa bo'ladi, noto'g'ri tushunib qolmaslik kerak. Tangani ikki taraf. U ham kerak o'z o'rnida. Likulli maqomin maqol, har bir maqomning o'zini so'zi bor. Lekin xalqimiz o'sha narsalar bilan ovora bo'lib, faqat shundagina najot bor ekan, shundagina ishim yurishar ekan desa, u xato. Sababi shu kungacha u narsalar bo'lmagan-ku. Nimadan bo'lyapti desa, hozir dinimizni yaxshi bilmasligimizdan kimgadir o'shanga nima qilib qo'yapti. Vaholanki o'shani o'tkazayotganlarning hammasini ishi zo'r yurganlar emas. O'zi hayotida o'z o'rnini topmagan odamlar qancha, yoki o'sha oilaviy qandaydir bir to'g'ri yo'lni ko'rsataman deyotganlarni oilasi o'z badnom bo'lib yurganlar qancha. Juda ko'plarini hayotini o'rganilganda. Lekin biz o'zimizni dinimizni yaxshiroq o'rganadigan bo'lsak, hamma narsada baraka, yechim, saodat shunda bo'ladi. Alloh taolo sizlardan rozi bo'lsin. Doim Allohdan so'rab turgan niyatlaringizni xayrlikka muvaffaq qilsin. Mana shunaqa o'tirishlaringizga iymon bilan qovurilgan bo'lsin. Endi o'zi asli bor-ku, bunaqa o'tirishlarga Sherali qanaqa joy bo'lish kerak ayting? Bu bundaqa joylarda bu bo'lmaydi-da. Bo'ladi bu ham. Suv yo'q paytda tayammum, bu ham bir. Lekin bu xonadonda alohida o'tirib, jaydari haligi alohida joy bo'lsa, ertaga atmosfera boshqa bo'ladi. Sababi erta hali hech kim xalal bermaydi-da, tinch sakinat bo'ladi. O'zingiz nimalarda bir ko'rpachalarda o'tirib olib, jaydari suhbat, tanchalarda bo'lardi-ku ilgari. O'sha jaydari suhbat bo'ladi, u qalbdan qalbga yetib boradi. Bu ham o'z o'rnida juda go'zal.
Lekin o'shanaqa suhbatlarni ham qilish kerak. Nimaga uylarni qurib qo'yapmiz? Nimaga o'sha domlarni remont qilyapmiz? Chiroyli narsalarni qo'yib qo'yapmiz, lekin mehmon kirmaydi. Nima anaqasi bor? Mehmon kirmasa yoki mehmon borib qolsa, aytib qo'yib kelmabsiz-da. Aytib qo'yib kelsa qanaqa mehmon bo'ladi? Alloh yuborgan mehmon birdaniga borib qolsa, atalami, yetalami, bir-birda qattiq nonmi uyingizda jaydara. "He, kel do'stim" deb boringizni qo'yib, uni alohida qo'shnikidan arendaga olib chiqmasangiz bo'ldi. Boringizni qo'yib, bir o'tirib, iymonlashib, didorlashib, qora ko'zlar bir-biriga to'qnashib, didorga yo'liqib, mazza qilib, dildan suhbatlashib o'tirishni do'koni yo'q, bozori yo'q. Bu juda katta ne'mat bu. Bundan mahrumlar qancha quyosh ko'rmay o'tirganlar bor hozir. Qancha yurolmay yurganlar qancha bor. Bola chaqadan, bu do'styorlardan, ne'matidan mahrum bo'lib yurganlar qancha, to'g'rimi? O'zi yurolmaydiganlar qancha. Biz Alloh rahmat qilsin, Fozil qora akam bilasizlarmi? Hozirgi bu Bodomzordagi emas. Qumariqdagi katta ustoz. Bizga ular notiqlikdan dars berganlar bizga. Nutqdan dars berganlar-da. Shu kishi darslarda aytib berganlar-da. Aytganlarki, podshoni ishqi deylar. O'zini qo'ylarini boqayotgan, faqat adirdan chiqmaydigan cho'ponning qiziga tushibdi. Shu podshoni ishqi o'zini qo'ylarini boqadigan cho'ponning qiziga tushibdi. Shu qizni olaman debdi-da. Uni yuborarmish, buni yuborarmish, hech kimga unamasmish. Ya, qizimni podshoga bermayman dermish. Podsho darg'azab bo'larmish. Oxiri vazir kelibdi. Bering qizingizni. Menga yordamchi vazir bo'lasiz. Mana shu martabani beramiz. Ya, vazirlik ko'tar unaqa mansabingizni. U tushunmaydi-ku unaqa narsani. Faqat hayotida qo'y ko'rgan, qo'y bilan shug'ullangan. Keyin oxiri aytibdi, "Bo'pti, endi juda qo'ymadingiz. Bu siz vazir bo'lasiz, men yordamchi bo'laman. Qizingiz bersangiz bo'ldi. Podshohimiz juda norozi bo'lyaptilar. Bermayman qizimni." Oxiri podshoh darg'azab bo'lib deylar. Suhbatda aytib berib, bu yerda majoziy nuqtasi bor-da. Keyin shuncha odam borib birortalaring unata olmading desa, cho'ponlarning boshlig'ini ot boqar deydi. U aytibdi, "Podshohim, menga shu vakolatni bering. Men 5 daqiqada rozi qilaman uni" debdi. Ya, shu necha oydan beri bu butun hamma atrofimdagi shu ulamolar u hamma amaldorlar va hammasi borib rozi qilib, "Sen qanaqa 5 daqiqa? Mana hammalari men bilan birga borishsin" deydi. Sovchi bo'lganlar deydi. Hammalari bilan borishsa, haligi joyga, "Nimaga kelding?" deydi. Desa, "Shu podshohimizni nomlaridan sovchi bo'lib keldi qizingizga. Podshoga qizim bermayman. Mayli, o'zingiz bilasiz" dedi. "Ha", dedi. "Podshohimizni shunchadan beri mana necha kishi keldi, qizingizni bermabsiz. Podshohimizni saxiyliklari, xotamliklari, himmatlari jo'shib ketib, shunday bir azamatli qaror qabul qildilar." Nima dedilar? Juda ham karimlik bilan, saxovat bilan, izzat bilan, juda bir jamshidlik bilan go'zal bir narsani aytdilar. Nima dedilar? Aytdilarki, "Mayli, gap shirini aytaymi" dedi podshoh. Elchiga yetkaz debdi. "Shu boqib turgan 3000 ta qo'ylari bor podshohimiz, ha? Bor. Bo'ldi, shundan eng dumbalari osilganidan 2 ta eng semizini sizga beraman deyaptilar" desa, bitta otam qo'shib bermasmikinlar dedi. U ya'ni uni hayotidagi bor narsadan aytdi-da, aytdi. Unga boshqa narsa qiziqmasdan, demon, vazirlik, hokimlik, unga qiziq narsa nima edi? Qo'y edi. Eng semizdan 2 ta sizga ekan desa, bitta otam qo'shib bermasmikinlar dedi. "Bo'pti, iltimos qilganim, bo'ldi, qizim berdim" dedi. Ya'ni umuman suhbatlar o'tirganda bir bemalol Mulla Alixon To'ra Sog'ini aytar ekanlar. Tarix Muhammadiy kitobda yozganlar. Ko'kchada qabrlar bor, Alixon To'ra Sog'ini aytar ekanlar. Suhbat qanaqa bo'lish kerak desa, "Mendoq qilib suhbatda o'tirgan odam bor-ku, men shunday qilib o'tirgan. U odamga suhbat qilma." Nimaga? U odamni hayoli sanda emas, u boshqa joyda hayoli. Tezroq turib ketsam deb bundoq qilib o'tiribdim. Xotirjam, oyoq qo'lini uzatib, hali osh yeganda tovoninggacha borsin, o'rtoq deydi-ku, qo'ygishda, ani manaqasiga bilagingga ipak bog'lab yeydigan, yog'lari chak-chak oqib turgan osh bo'libdi deydi-ku, bilaginggacha kuchi yetib borsin deydi-ku. Suhbat ham o'tirganda yurakdan bo'lsa, qalbdan bo'lsa, atrofda o'tirganlar ham hali intiqlik bilan emas, o'zini qo'yib yorib, masalan, chet ellardagi darslar qanaqa bo'ladi? To'g'rimi? Chet el xotirjam partalardan bizda bundoq qilib bolalarga rasul bundoq qilib o'tir deyiladi. U miyasiga kirmas ekanda. Xotirjam, kerak bo'lsa oyog'ini chalishtirib,
xotirjam o'tirgan odamning oldida Alloh taolo sog'inayotgan suhbat qilgin, uni qalbiga yetib boradi. Mazza qilib ishladi va u albatta o'sha kundan hayoti o'zgaradi. O'sha soatdan o'zini o'zgartirishga kirishadi. Qarang, bu ham kerak ekan. Biz shukr qiladiganki, biz o'sha ustoz bilan Fozil qorakan bilan bir joyga bordik. Bir joyga bordik. Boruvdik. Haligi joyda juda katta bir hovli, bir odam oyoq qo'li ishlamasdan yotibdi. 40-45 yoshlar atrofida. Haligi odamga Yosin o'qildi, duo qilindi, ustoz duo qildi. Chiqib ketayotganlarga iltimos qildi. Qoraka dedi. Qani edi, koshki edi, ikkita qultuq toyog'ida bo'lsa ham tahoratimga, hojatimga o'zim borsam armonim yo'q dedi, yig'ladi haligi odam. İltimosim bor qoraka dedi. Meni xotinimga tayinlang. 2 kunlab pampersda qolib ketyapman dedi. Hech bo'lmasa bir kunda bir marta almashtirib qo'ysin dedi. Boy odam, o'ziga to'q odam, qarovsiz qolib ketgan. Alloh birovga muhtoj qilmasin. Birovni ostonasiga sarg'aytirmasin. O'zidan o'zgani oldida boshlarimizni egiltirmasin. O'zidan o'zgani oldida muhtoj qilmasinki, alhamdulillah deb shukrni ko'paytiring. Hayotingizda, kalendaringizda, o'zingizni har kungi kunlik soatingizdagi kimni shukri ko'paysa, kim minnatdor bo'lsa, vaziyatdan, hodisalardan, kim nima ustingizga mayli alga aytadi ulamolar. Tosh otsa nima qilgin desa, toshni o'sha yig'ib qo'ysang zo'r imorat chiqadi toshdan. Hozir juda chiroyli. Otaversin, loy otsa loyini to'plab qo'y, loy suvoq zo'r uylar chiqadi. Hech qachon undan xafa bo'lma. Senga ishlab berayotgan mardikor u. Seni yomonlayaptimi, senga yomonlik qilaman deyaptimi? Uni ko'rib turgan chevar bo'lgan Robbi bor. Sen hodisalarga, vaziyatlarga, qadaringga alhamdulillah deb rozi bo'lgin. Uni orqasida sen kutmagan senga yaxshilik ishlari bor. Bu aniq. Alloh bitta ishini berkitib qo'ydimi, xafa bo'lmang. Nimaga mana shu ish bekilib qoldi? U yoqdan xayr va baraka ikkita ishi ochiladi. Shuning uchun boshingizni sajdaga qo'yib pichirlab, bitta ko'zingizdan yosh chiqib, bir marta bir tomchi yosh chiqib, Allohim sendan roziman, mendan rozi bo'lgin. Mana bu niyatim, mana bu maqsadim. Mana bu do'stim o'zi bilmaydi orqasidan, ya Robbi, shu do'stimni qalbini isloh qil, xonadoniga yaxshiliklar ber, so'raganidan ziyodasini ber deb duo qiling. Maloikalar nima do'stingizga yoki sizga yomonlik qilib turgan odamga nima yaxshi tilaklar bildirgan bo'lsangiz, valaka misli zalik, senga ziyodasi bilan Alloh bersin deb sizni haqqingizga albatta duo qiladi. Shuning uchun bu o'tirishlarda ish ko'p. Buni to'xtatmanglar. Do'st yo'llar mayli juda u osmonopar bo'lmasin, oddiy. Mana shunday bir o'tirish bo'lsin, maza qilib, didorlashib, o'sha yerda bir og'iz bo'lsa-da Allohning kalomi, payg'ambarning so'zi, bir oxiratni eslatadigan. Boshqa payt o'zi shundoq ham 24 soat emas, 32 soat o'zi o'shunaqa gaplar. Keling, o'shani orasida bir nima qilding bandam deb Alloh so'raganda qiyomat kunida, falon kuni mana shunday bir soat yoki yarim soat faqat boshqa ish qo'shmadim. Telefonlarimni o'sha bezuk qilib qo'ydim. Sen roziligingda faqatgina muhabbatlash do'stlarim bilan o'tirdik desak, bilib qo'yingki, qiyomat kunda bitta do'stsi mavqifi shu darajada ekanki, kerak bo'lsa boshqa do'zax vojib bo'lgan, 7 ta do'zaxga kirishligi vojib bo'lgan ba'zi bir bandalarni o'zini do'sti qutqarib ketarkan. Nimaga desa, ya Robbi, do'stlar qayerda bo'lsa o'sha yerda bo'ladi degansan. Bu do'stim do'zaxda bo'lsa men rozi emasman derkanda. Shunda Alloh tabaraka va taolo bo'ldi, shafaat qil, kechirdim derkan. Mana shunday do'stlardan bo'lishlikni Alloh sizni bizga muvaffaq eylesin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk. Qatta o'tirishda bo'lsa, mana shu kalimani aytib qo'ying, mana istiningdan chiqmasin. Qaysi o'tirishda o'tirdinglar, bilib bilmasdan nimadir so'z gapirib qo'ydinglar. Shu joyda oxirida subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk desanglar, mabodo bilib bilmasdan nimadir so'z aytilgan bo'lsa nojo'ya, o'sha gunohlarga kafforat bo'lar ekan, o'shaning yuki sizga ta'sir qilmas ekan. Inshaalloh bugun ham mabodo o'tirishlarimizda o'zimiz bilgan, bilmagan holatlarda ba'zi bir so'zlar qalbimiz qolbidan, tilimizdan chiqib qolgan bo'lsa, Alloh bizni mag'firat qilsin. Biz bir-birimizni ko'rganda ko'zimiz quvonadigan, orqamizdan bir-birimizni g'oyibona duo qiladigan, nafaqat dunyoda, oxiratda ham bir-biriga yelkadosh bo'ladigan haqiqiy do'stlar atrofimizda gul yuzli, qalbi go'zal, o'zi go'zal, so'zi go'zal, niyati go'zal, fikri go'zal, maqsadi go'zal insonlarni davrasidan hech qachon Alloh sizni bizni mahrum etmasin. Robbana atina fid dunya hasana
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله سلامة.